Xo'p, o'g'lim qizni so'rab kelgandim. Sovchilarga keldik, xullas. O'g'lingiz nima ish qiladi? O'g'lim kiber o'g'lim nima aytdi? Kiber sportchiman. Ha, kiber sportchi. U nima degani? Men tushunmayman, o'zi tushuntirsam bitta tushuntirib aytcham. Men PUBG Mobile o'ynayman. PUBG Mobile, ha, ana shunaqa o'yin o'ynaydi. U qanaqa o'yin? PUBG Mobile zo'r o'yin. Hozirda o'yinga Anukra X Suite qo'shildi. Bu cho'l janglari uchun ideal kostyum. Yana orolga qayta tug'ilish joyida planerni chaqirishingiz mumkin. Yana WoW o'yinining 2 yilligi munosabati bilan 2 noyob parkur xaritasi paydo bo'ldi. Aytgancha 1-aprel hazil kuniga bag'ishlab o'yinda o'ziga xos qurol aksessuarlari chiqdi. Uslubni ko'rsatib, o'yinga biroz hazil qo'shish mumkin. Yana bir narsa, PUBG Mobile Global Open Kibersport tadbiri Toshkentda o'tkazilar ekan. 2025-yil uchun bepul chiptalar allaqachon mavjud. Bepul chiptalarni olib, Toshkentda ushbu tadbirni promoy tomosha qilish mumkin. Men nima qilay? Mana o'sha tadbirda qatnashaman. PUBG Mobile deydingizmi? Maryam qizim shu PUBG Mobile o'ynaydi-da. O ana, xudo mana o'ziga ko'z qo'yandagida, ana endi rozi bo'lsangiz, mana bacham bilan qizingiz to'ydan keyin yo'q qoqib yuradi.